Barchangizga assalomu alaykum, barchaga xayrli kech. 6-iyun sanasi onajon xursand bo'lishga kelganmiz. Barcha farzandlar tomonidan chiroyli syurprizlarni yetkazamiz albatta, duolarni olamiz. Avror singil bilan birgalikda chiroyli bo'ladi. Ganimatim, amanetim, anacan. 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 Asla taktım. Şirin sözler, şamanlarga sordum gül sözlerden, ikimizsizga bir şirin söz topmadım. Birgalikda ganimatim, omonatim, onajonim. Ganimatim, omonatim, onajon. Ganimatim, omonatim, onajon. Ganimatim, omonatim,
Otajonimiz tabriklaymiz berkiring. Otajonimiz uchun qo'shimiz bor. İzlarimni boylab yurgan qadam bor. Vaqtimni ko'rolmas qancha odam bor. Otasini davrida boy deganlar. Men otamdan boyman chunki otam bor. Yuladi yurakdagi armonlar. Men otamdan boyman chunki otam bor. O'g'lim bor deb ko'ksini kerib yursinda. Mehnatlarim rohatini ko'rsinlar. Onam bilan birga qachiyam o'zimda. Men otamdan boyman chunki otam bor. Birodarim davring keldi surib qo'y. G'ururlanib ko'ksingga bir urib qo'y. Qara davlat pulda emas kulib qo'y. Men otamdan boyman chunki otam bor. Izlarimni boylab yurgan qadam bor. Boyman chunki Avvalambor assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar, aziz xonimlar. Albatta mana shunday fayzli xonadonga tashrifimizni asl maqsadi bugun onajonimizni muborak yoshlari bilan tabriklash uchun kelganmiz. Chiroyli qarsaklaringiz bo'lsin onajonimiz uchun albatta. Masrofa sizni tabriklab keldik. Faqat topishingiz kerak kim nomidan kelganligimiz. O'zi ko'nglingiz sezyapti. Kim deb o'ylaysiz? Albatta qarsaklar bo'lsin to'g'ri, haqiqatda birinchi yerda uzoqda bo'lishiga qaramasdan sizni o'ylab, sizni xursand qilish maqsadida albatta ko'nglingizni ko'tarish uchun Husanjonni o'zligi qolaversa, barcha farzandlaringiz, Yulduz opamiz, Ibrohim akamiz, Hasan akamiz, Shahnoz va albatta otajon bilan birgalikda barcha yaqinlar, nabiralar siz uchun harakat qilishyapmiz. Husanjon bilan gaplashdik, qolaversa akam bilan mana shu yerda qanaqangi so'zlar va yetkazib qo'yaman deganda Husanjon aytibdiki, hayajonimdan uzr so'ramoqchiman, mana shunday xursandchilik kunda yonida bo'la olmaganligim uchun. Lekin va'da beraman kelgusi bayramlarni, xursandchilik kunlarida birgalikda o'tkazishlikka albatta va'da beraman. Men yosh bo'lganimga, erka bo'lganimga onajonim juda ham qadrlari bilinyapti. Onajonimga, dadajonimga eng yaxshi kunlarda, xursandchilik kunlarini ko'rsatish uchun mana shu yerda harakat qilyapman albatta. Hali yaxshi kunlar oldinda deya va'da beryapti. Iloh mana shunday yaxshi kunlarga Alloh yetkazsin. Qolaversa barcha farzandlaringiz, ayajonimizga, dadajonimizga rahmat aytmoqchimiz bu hayotda borliklari uchun. Bizni duo qilib turganliklarini o'zi biz uchun baxt. Yuzidagi tabassum, kulgusi biz uchun baxt. Chunki bizni mana shunday xursandchilikda yashashimiz uchun, mana shunday baxtli hayotga yetib kelishimiz uchun ana shu insonlar jonini bergan, borini bergan. Sog' bo'lishsin ilohim, umrlar uzoq bo'lsin. Dunyo turgancha tursin onajonim. Rahmat aytamiz har doim, boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qilamiz. Albatta sizga rahmatlar aytayapti. Biz ham hatto yaxshi ko'rishimizni yetkazib qo'ysangizga biz rahmatlarni aytishyapti ilohim. Ana shu farzandlarning baxtiga doimo sog' salomat bo'lishingizni tilaydoshimiz. Qizlaringiz mana shu yerda hayajoningizga rahmat aytib qo'ysangiz, bizni dardkashimiz, sirdoshimiz, dugonamiz, ustozimiz, jonimiz og'riganda eng birinchi yo'qlaydigan shifokorimiz, albatta onajonimiz. Sog' bo'lsin. Keling. Albatta siz uchun bir she'ro buyurmoqchiman, mana shu Husanjon nomidan qabul qilasiz. Siz uchun. Goho yoshlik qilib qoldingiz sildim. Kechiring mendagi farzandingizni. Olis yurtlarda men qadringiz bildim onajon. Sog'indim sizni. Hayolimdan ketmas har bir so'zingiz, tushimda ko'raman nurli yuzingiz. Bolam, qayda bo'lsang omon bo'l deysiz onajonim.
mehribonim, sog'indim sizni. Omadim, baxtimni so'rab Xudodan bilaman. Bilaman qo'lingiz tushmas duodan. Qanday qarzim uzaysiz mehribonlarimdan, jannat makonlarimdan otajonim, onajonim, sog'indim sizni deya albatta mana shu she'r sizlar uchun. Chiroyli qarshiliklar bo'lsin, Husanjon albatta. Ilohim ezomonlikda va ro'tinlikda rizq nasibasini terimini va bag'ringizga yetib kelishligini tilaydoshimiz albatta. Yana bir tabriklaymiz, bayramlar muborak bo'lsin. Buni qarangki azizlar, bugun mana shu xonadonda qo'shaloq bayram albatta bugun. Shahnozaxonni ham albatta tavallud topgan kunlarida chiroyli qarsaklaringiz bo'lsin. Xonadonimizdan muborak bo'lsin aytamiz albatta. Ilohim yaqinlarni vaqtiga, jigarlaringizni vaqtiga, mana shu yerda akalaringiz albatta. Bugun singlimizni ham bizni jigarimizni tavallud topgan kunlari. Allohga shukr, mana shunday jigarimiz borligi uchun. Albatta bu hayotda eng yaqin do'st kim deganda, albatta birinchi yilda ota-ona bo'ladigan bo'lsa, so'ng albatta jigarlar, mana shunday opa-singillar, mana shunday jigarlarni mehr oqibatiga ko'z tegmasin ilohim. Mana shunday xursandchilik kunlar bardavom bo'lsin tilaydoshimiz albatta. Ilohim farzandlarni, yaqinlarni vaqtiga doimo sog' bo'l. Eng tarbiyali farzandlarni onajonasi bo'lishingizni tilaydoshimiz albatta. Muborak bo'lsin bayramlar, xursandchilik kunlar yana bir bo'lsin. Qaysanglar bo'lsin sizlar. Tabriklaymiz. Yaqinlarni farzandlarni taklif qilmoqchimiz, onajonimizni yana yuzlaridan o'pib tabriklab qo'yasiz. Farzandlar kelinglar birgalikda. Yuzlaridan o'pib bag'ringizga bosib tabriklab qo'yasiz albatta. Bayramlar yana bir muborak bo'lsin. Marhamat. Gulga to'lar uyim, onam bor nurli. Hammasi borligingiz onam, hammasi sizni duoyingiz onam. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam, onam. Hammasi sizni borligingiz onam, hammasi sizni duoyingiz onam. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam, onam. Yana bir tabriklaymiz. Bayramlar, xursandchilik kunlar muborak bo'lsin. Hech bir so'z shirin emas onam so'zidek. Hech bir yuz go'zal emas onam yuzidek. Onamning ko'zidek mehrli ko'z yo'q. Hech kimsa bo'la olmas onam o'zidek. Sodda dil onam, ey jannatim onam, ey minnatim onam, davlatim onam. Yo'qo xafa qilsam ham kulib turasiz. Yonimdasiz, borsiz, omadim onam. Har doim onajonlarimiz yonimizda shunday xursandchilik kunlarida bosh bo'lib turishligini tilakdoshimiz albatta. Yana bir bor bayram muborak bo'lsin. Mana shunday bayram munosabati bilan albatta siz uchun bayramona shirinliklar, shirin tortimiz bor albatta. Marhamat qabul qilasiz. Farzandlaringiz tomon 18 yoshligida bu. Senga tutadi, senga tutmaydi. Annesini o'chmaydi, o'chmaydi. Senga tutadi. Mana marhamat. Shahnolarni sizlar kerak. Shahnoz oldi. Birga sanch olamiz. Qog'ozga bitta bor. Voy, stopga. Mana birgalikda. Qaysanglar bo'lsangiz. Bir soat nima bo'ladi? Yedirvore.
Ahmet degan. Muborak bo'lsin. Qani mehmonlar kelinglar marhamat. Tabriklaymiz albatta. Bayramlar muborak bo'lsin. Qani mehmonlar keling marhamat. Bosolmas, uni hech alishib bo'lmas, o'rnini hech kim bosolmas, uni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu meni onam bo'lar, qirolicha, bu meni onam bo'lar, mana faqat u bilan, mana barimcha ko'rar qirolicha, 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 bu meni onam bo'lar, qirolicha, mana onam bo'lar. Aziz azizlar. Hozir rassomlarga navbatni beramiz. 1 daqiqa. Mana shu yerda yaqinlarni ko'ryapmiz. Albatta yaqinlardan chiroyli tilaklar bo'lsa eshitaylik marhamat. Xo'p, kelinglar marhamat. Barcha farzandlar birgalikda yaqinlar rassomlarga taklif qilamiz. Marhamat. Hasta qilmas onamni keltirdilar dunyoga, ko'rdi qancha alamni, chidadilar sinovga. Albatta barcha yaqinlaringiz sizni tabriklash uchun, albatta dil izhorlarini yetkazish uchun, ko'nglidagi eng yaxshi albatta niyatlarni bildirishlik uchun harakat qilishyapti. Biz qolaversa ertalabdan yo telefon orqali hammasini tabriklayapti. Albatta qolaversa uzoqda bo'lishiga qaramasdan o'zlari ham kuzatyapti Sanjonni. Ana shu barcha yaqinlarga, farzandlaringizga rahmatlaringiz bo'lsa, navbatni sizga bermoqchiman. Bir chiroyli duo qilib berasiz, voqealarni duo qilasiz, albatta esdalik uchun marhamat. Navbat sizga. Farzandlarimni hammasi sog' salomat bo'lsin. Sevganimni Alloh manaqa asrasin. Yaxshi o'qib, yaxshi Yaxshi. Hammasi sog' salomat bo'lsin. Hammasini yaxshi ko'raman. Shu oilamni gapiga qo'shilaman. Bolalarimni Xudoga beadab shukr, hammasi yaxshi. O'g'illarim ham, qizlarim ham hammasi o'z yo'lini yaxshi topib ketyapti. Shundan ikkovimiz ham juda xursandmiz. Har kuni kechqurun ham, ertalab ham, abidda ham agar birga o'tirib choy ichsak, duo qilamiz. Birinchi farzandlarimiz shular sog' bo'lsin, zo'r bo'lsin. Xudoga shukr, beadab. Hammasi o'rnini topayapti. Husanjonim ham yaxshi shaq ketdi. Dada, endi sen kichkina shu yerda qolaversan, ayasi menga aytmagan, ayasiga ayam ayting dadam, mayli menga bir qarshilik qilmasin. Borib kelayin shaqqa, yana bir tomosha qilib yurib kelayin dedi. Men uni jo'natgan pulidan ham, boshqa narsasidan ham qizig'i yo'q. Men aytdim, mayli o'g'lim, borib aylanib, shaqqa tomosha qilib, dunyoni kezib kel. Dunyoni. Men ham yoshligimda, universitetda o'qib yurganimda ko'p davlatlarga borganman-da. Ular mayli shu o'rnimda bo'lsa-yapti, shu aylanib, yaxshi damot tomosha qilib, ko'rib kelsa, dumamchoq. Ikkovimizda ham. Sog' bo'lsin, shaqqa yaxshi ishlab yursin, o'qib, o'qishlar tugatib, yaxshi bag'rimizga qaytib kelsin. Bizlarga Xudoning o'zi bundan boshqa omad yo'q. Sanjonim o'qishlariga omad, uni kuzatib turganmisan. Hasanjonim senga ham, Hasan insonlarim o'qishlarini yaxshi bitirgan bolalarim. Nechalasi o'qishni bitirgan yaxshi ishlayapti, qolganlar ishlariga omad. Farzandlari ko'p bo'lsin. Hammalaring sog' salomat bo'linglar. Hammalaringni yaxshi ko'ramiz. Shu asosanimda ertaga uylanish to'ylarida ham
hammani shu yerga to'rtko'l ko'payib, nasib bo'lsa Xudo xolasa yaxshi to'y qilib beramiz-ku. Oilamizdan qo'sh chaqarib baxtli yuraylik. Sizlar o'shanda ham kelib tarbiya qilinglar. Rahmat akaga juda chiroyli farzandlar uchun faqat duolar qilingiz, niyatlar qilingiz. Biz aslida tilaklarni bugun onajonimiz uchun Shahnoza xonimni eshitmoqchimiz sizlardan. Onajonimizga qanday tilaklaringiz bor? Albatta mana shunday bekami ko'z oila, albatta farzandlarning rohatini ko'rishlik hammaga ham nasib etsin albatta. Marhamat, onajonimizga so'nggi tilaklaringiz bo'lsa, esdalikka. Shu bolalarimning onajonisi 120 yoshlarga kirib yursin. Dunyo turguncha turaversin. Shu nimaiki uyda yaxshilik qilaman, shu bolalar uchun qiladi. Hammasi shu bolalar uchun qiladi. Kechqurun ham, ertalab ham aytdim qo'ya. Abidda ham duo qilsa shu bolalarim uchun qiladi. Hamisha shunday bo'lsin. Shu tilaklarim. Mana bolalarım hammasi yaxshi, oliy ma'lumotli, hammasi yaxshi o'qib kelyapti. Shularni omadini bersin. Nevara, chevaralarimni ham ko'rib yuraylik. Shular ham oliy ma'lumotli bo'lib, yaxshi davlat ishiga yuraversin. Bizlarga mana shundan boshqa baxt yo'q. Qattiq rahmat. Ilohi aytganlaringiz kelsin. Birgalikda qo'shiq chiqar mana shu farzandlarni, nabiralarning huzur halovatini, rohatini ko'ring. Alloh bayramlar barchaga muborak bo'lsin. Bugungi mana shunday xursandchilikning eng yaxshi kunlaringizdan biri bo'lsin. Tabriklayman. Mana shu onajonim 86 ga kiryapti. Mana shu davra aka bitta so'z gapiraversin. Berdan keyin onajon. Husan ko'ryapti? Ha, mana. Mana. Hamma baxtli, saodatli bo'lsin. Kelinim, o'g'lim, qo'shaq qarisin, nevaralarini baxtli saodatini ko'rib yursin. Ilohim, nevaralarim ham, chevaralarim ham shularning yo'lidan yurib baxtli bo'lsin. Hech bo'lsin, zamoni yo'q. Rahmat akaga. Ikkita to'lla qizim ham baxtli bo'lib, kuyovlarimdan qo'sh chaqarib, bola chaqalarimni huzurni ko'rsin. Mana bu yulduz qizim eng kattasi. Eng menga yaqinroq lekin. Yana onasi ham Shahnoz qizim, ular yaqinroq. Meni qizimni shuyda hurmat qilib kelgan hamma qarindoshlarga, bilan ishlayotganlarga ming bora shukr. Kelasi oylar ham mana shunday qizimni yubileylariga kelishlarini hammadan so'rayman. Rahmat shu bolalarga shunday uyushtirib, shunday bildirmasdan shunday qilganlari uchun ming bora shukr. Nevaralarga ming bora shukr. Onajonimni qaraydigan muhabbat bolalari shundan da o'zidan da onasidan otasidan dunyoda bo'lsin. Ana shu sog' salomat. Rahmat hammalaringizga. Mehmonlar uyga kiringizlar. Ayni hovlida joy bor. Sizlar ham. Rahmat hammaga, bayram muborak bo'lsin. Bayram davomini ichkari davom ettiramiz. Hammaga rahmat, sog', salomat bo'ling. Sizlar bilan birgalikda brilliant jamoasi bo'ldi. Hammaga rahmat.